Hayotda sinmayman desangiz, mana bu 10 haqiqatni har doim yodda saqlang. Agar qulay vaqtni kutib yashasangiz, umringizni behuda sarflab yuraverasiz. Shunchaki boshlang. Hech kimga hali o'xshamagan rejalaringizni aytmang. Shunchaki sir tutishni va sabr qilishni o'rganing. Har kuni kamida bitta yangilik o'rganishga harakat qiling. Shunday bo'lmasa, bilingki shu kunni yashamabsiz. Hayotingizni o'zgartirishni boshlaganingizda atrofingizdagi 95% insonlar sizni tanqid qiladi yoki shunchaki sizni tark etishadi. Qachon siz 10 karra baxtliroq bo'lasiz? Qachonki ota-onangizni baxtsizligingizda ayblashdan va muammolaringizda ularni sababchi qilishdan to'xtasangiz, shartsiz sevishni o'rgansangiz, qabul qilsangiz va xafa bo'lishni bas qilsangiz. Hayotingizda bo'layotgan har qanday vaziyatda mas'uliyatni o'z bo'yningizga olib, birovlarni ayblashdan to'xtab, yetuk inson pozitsiyasiga o'tasiz. Rivojlanishingiz uchun sizga yuzlab kitoblar va motivatorlar emas, balki disiplina, harakat va qat'iyat kerak. Yer yuzidagi eng qiyin ish orzularingiz ortidan borish, eng osoni esa nolish va aybdorlarni izlash ekan. To'g'ri investitsiya qiladigan, o'z sog'lig'iga be'tibor bo'lmagan, muvaffaqiyatli va energiyaga